Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Yamalning yoshida Messi va Ronaldoning statistikasi qanday bo'lgan? Sky Sports nashri Barsaning yosh vunderkindini ikki afsona bilan solishtirdi. Barselonaning 17 yoshli qanot hujumchisi Lamine Yamal professional futboldagi 100-uchrashuvini o'tkazdi. Yubiley uchrashuvini u UEFA Chempionlar Ligasi yarim finalning birinchi bahsida Milanning Inter jamoasiga qarshi o'tkazdi. Bu o'yinda ispaniyalik futbolchi bitta gol urdi. Sky Sports Yamalning 17 yoshgacha bo'lgan statistikasini Real va Barselonaning o'tgan yillardagi hujumchilari Cristiano Ronaldo va Lionel Messining ko'rsatkichlari bilan taqqosladi. Manba ma'lumotiga ko'ra, Lamine Yamal professional darajada 100 ta o'yinda 22 ta gol urgan va 33 ta golli uzatmasini bergan. Cristiano Ronaldo 17 yoshida kattalar futbolida 19 ta o'yin o'tkazib, 5 ta gol urgan va 4 ta golli uzatma bergan. Messi esa 17 yoshda 9 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urgan. Erling Haaland qaytdi. Hujumchi Erling Haaland umumiy guruhdagi mashg'ulotlarga kirishdi. Manchester City to'purari so'nggi marta 30-mart kuni maydonda ko'rinish bergandi. Shundan keyin u chap to'pig'idan olgan jarohati sababli davolanish bilan band bo'ldi. Chorshanba kuni u jamoa bilan to'laqonli mashg'ulotlarga kirishdi. Ushbu mavsumda Erling Haaland Angliya Premier Ligasining 28 ta o'yinida qatnashib, 21 ta gol urdi. Qadrli futbol muxlislari, bizda hozircha shular. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.